Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Nuriddin To'rnurolov kanalida bugun futbol haqida gaplashamiz. Mana bugun bo'ladigan o'yinlar haqida ozgina o'zimning fikr mulohazalarimni bildiraman. Bugun O'zbekiston Kubogi final bosqichi bo'lib o'tadi. Ushbu o'yin Andijon viloyati Bobur Arena stadionida bo'lib o'tadi. O'yinni Sport telekanalida Orif Tolibjonov va Dilshodbek To'xtabekov sharhlaydi. Bu o'yin qanday bo'ladi? Bu o'yin O'zbekiston Kubogi finali Paxtakor Buxoro o'yini. Paxtakor Buxoro o'ynaydi va bu o'yinda Paxtakor menimcha katta o'stirim bilan g'alaba qozonadi. Chunki Paxtakorning asosiy qismi terma jamoa o'yinchilari, misol uchun aytaylik, Egey Sergeyev, Hojiakbar Alijonov, Hojimat Erkinovlar, ayniqsa Hojimat Erkinovning o'yinlari juda ajoyib bo'lyapti. Menimcha o'yin asosiy daqiqalarda hal bo'ladi, qo'shimcha vaqtlarga o'tmaydi. Bugun yana qanday o'yinlar bo'lib o'tadi? Bugun Angliya Kubogi o'yinlari bo'lib o'tadi. Misol uchun Arsenal Brighton o'yini. Arsenalning so'nggi kunlardagi olib borayotgan o'yinlari juda ajoyib tarzda bo'lmoqda. Gol o'tkazmagan holatda raqib ustidan g'alaba qozonadi. Va yana bugun Liverpool va Crystal Palace o'yini bor. Liverpool Crystal Palace o'yinida Liverpoolning so'nggi o'yinlari juda omadsiz chiqmoqda, ko'rib turibsizlar. Shundan kelib chiqib Crystal Palace'ning qattiq qarshilik ko'rsatishi natijasida gollar almashgan holatda Crystal Palace g'alaba qozonadi degan fikr menda paydo bo'lmoqda. Swansea City va Manchester City jamoalari uchrashuvi ham bugun o'tkaziladi. Bu o'yinda Manchester City gol o'tkazmagan holatda albatta g'alaba qozonadi. Menimcha bugun Abduqodir Husanovning o'yinini kutib qolamiz. Xudo xolasa Abduqodir Husanov asosiy tarkibda tushadi. Kommentariyalarda ma'lum bo'lmoqdaki, Abduqodir Husanovni tushmasa, himoyachisi so'nggi o'yinda zaif ekanligini aytishdi. Bugun Wolverhampton va Chelsea o'yinlari ham bor. Ushbu o'yinda Chelsea Wolverhampton ustidan albatta g'alaba qozonadi. Gollar o'tkazib almashadi. Va so'nggi bo'lib o'tadigan o'yin Newcastle United va Tottenham Hotspur jamoalari o'ynaydi. Bu o'yin durang bilan tugash ehtimoli bor. Albatta jamoalar gol uradi. Italiyada bugun Inter Fiorentina uchrashuvi bor. Inter albatta Fiorentina ustidan yirik hisobda g'alaba qozonadi. Fransiyada esa PSG Lorient bilan o'ynaydi. PSG albatta bu uchrashuvda g'alaba qozonadi. Mana shu o'yinlar bo'lib o'tadi. Shu o'yinlar bo'yicha mening o'zimning fikr mulohazalarim mana shulardan iborat. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing. E'tiboringiz uchun rahmat.